ustani mana shu yerda tajribali va yaxshi ekanligi bilinadi. Ortimizda turgan obyekt bundan 4 yil oldin ichki qismini qilib bergansiz, Abduqohir aka. 4 yildan keyin qayta aloqaga chiqib, tashqi ko'rinishiga sizga murojaat qildilar. Aynan bu obyektga qanaqa ishlar qilib berildi aka? Bu obyektda o'zim achig'i sho'rilgan holatda edi. Biz mana rim-kolonini quyib, kobrani quyib, zamonaviy qilib chiqazib qilib berdik, xudo xolasa. Endi kuzatuvchilarda savol bo'lishi mumkin. Rim-kolonna, misol uchun aksariyat obyektlaringizda rim-kolonna tom fasonini o'zingizga yaratib olasiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, qurilish bilan ham shug'ullanar ekanlar deyish mumkin. Rim-kolonna yoki parapet urish bu tom fasonni o'zingizga qulayroq qilib olish uchunmi? Zamonaviy, chiroyli chiqishi uchun. Ha, xuddi o'sha joyga ham do'ppi fasonni o'rnatsa bo'ladi, lekin u turishida do'ppi fason qo'yilsa, peshini kichkina bo'lib qoladi deyiladimi? Zo'r. Aynan parapet bilan ham, rim-kolonnalari bilan ham bemalol obyektni olaverasiz. Olamiz. Zo'r. Abduqohir aka, ko'p joyda master model qilyapsiz. Nimaga chempion model bo'lib ketdi? Bu 4 yil oldin ichkarida chempion model qilganmiz. Mahalda endi master model yo'q edi. Endi bir xillik bo'lishi uchun chempion model qilib yuborildi. Tunkalar adashmasam Rossiya Magnitogorsk. Qalayligicha? 0.45. 0.45. Aksessuarlari, sliv, duga hammasi bir xil. 0.45. Ustki qismiga profnastil bo'lgan. Profnastil bo'lgan. Zo'r. Yog'och qismlarigacha endi. Yog'och qismlari hali ko'rinib turibdi, rossiyskiy bo'lgan hammasi. Toza taxtalardan qilingan. O'zlaridan bo'lganmi yoki hammasi nol? Yo'q, o'zlaridan bo'lgan. Mana qurilishda ishlatilgan olib kelinib, ishlatib, budjetni qilib berganmiz. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Agarda sizga ham tajribali ustalar bilan sifatli mahsulotlardan tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.